Assalomu alaykum azizlar. Qashqadaryo viloyati Kasbi tumani Chimqo'rg'onda Ubay akamiz o'sha xonadonlarida 70 kvadrat bo'lgan joy ablisovka jarayonlari deyarli tugab qoldi. Mana rashibka qismini, ya'ni mana orasini to'ldirish, mana shu pastki qismi qoldi, shuni to'ldirishadi, bo'ldi. Shu bilan yakunlanadi. 29-aprel bugun. Azizlar, bir qator hozir ma'lumot berib o'tib ketamiz. Undan avval kanalga mehmon bo'lsangiz obuna bo'ling, like isdan chiqib qolsa fikrlarni kutamiz. Sababi biz har kuni video chiqarib boramiz. Sizlar uchun ko'rib borsangizlar foydali bo'ladi. Kimdir foydalanadi, kimdir qurilish qilmoqchi bo'lsa jo'natib qo'ysa bo'ladi. 23,5 70 kvadratdan sal o'tgan. Demak, Samarqandga ish terishyapti. 150 mingdan mana shu fason. 140 dan 170 minggacha usta haqqi hisoblanadi. Ko'p kishi tushunmay kommentariyada yozishgan ekan. Material bilanmidi? Bu material alohida sotib olinadi, masalan. Hamma joyga ham shu ustalar shunday ishlashadi. 300-320 atrofida aylanar ekan, o'sha devor holatiga qarab. Tekisligi, masalan, qancha ko'p orqasiga rasvor qo'yiladimi? O'shani hisob kitob qilib, sementi bor, qumi bor, boshqasi bor. O'shanda hisoblanar ekan. Telefon raqam qo'yamiz, ustalarimizga aloqaga chiqasizlar, nasib bo'lsa. Qashqadaryo bo'yicha biladigan bo'lsa, juda ham qulay bo'ladi, sababi o'sha navbat etap qilib berishadi. Mana bu qismini ham ko'rsatib o'tamiz, o'z darvozaxona tepa qismini. O'sha kuni tunuka qo'yish jarayonlariga kelib video qilib ketgandik. 1 metr qolgan tepaga. Tepasini chiroq qilib terib qo'yishdi. Va ma'lumot o'rnida mana xonadonimizdan ko'rsatib o'tamiz. Bu o'tgan yil shu oyda terilgan ekan, aprelda 1 yil bo'lgan. Shu usta akalarimiz o'zlari terishgan va mana qo'shnilarnigini ham terishyapti. Azizlar, telefon raqamiga aloqaga chiqaverasizlar. Hammaga nasib qilsin, niyat qilganlar bitta like bosib qo'yamiz, fikrlarni kutamiz. Juda ham chiroyli chiqyapti, nasib bo'lsa hammaga nasib qilsin. Va Instagramga ham Hunarmand TV yoki bo'lmasa Usta Tohir deb yozsangizlar chiqadi. Obuna bo'lib qo'yinglar. Har kunlik video chiqarib boramiz. Sizlar uchun qo'llab-quvvatlab fikrlarni yozib borsangizlar juda ham xursand bo'lamiz. Hozir mana rashibka jarayonining eng oxirgi qismiga keldik mana. Bu hozir sement bilan nimada usta bo'libdi? Aytib o'taylik, buni yozishgan ekan shuni ham. Qora kraska, burchatgan. Ha, burchatgan qora kraskasi ekan. Bu o'chib ketmaydi hech qanday quyoshga. Bu qora kraska ekan, sement bilan aralashgani. Mana. Fikrlarni kutamiz, yozaverasizlar bemalol. 300 ming, 320 mingga aylanadi 1 metr kvadrat. Mana shuni. Sementi, qumi, usta haqqi, g'ishlari, hamma narsasi. Murojaat qilaverasizlar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa. Qashqadaryo bo'yicha biz juda ham yaxshi bo'ladi, ustalarimizga qulay bo'ladi. Qashqadaryo viloyati Kasbi tumani Chimqo'rg'onda ushbu zakaz mana tugab qoldi. Nasib bo'lsa ertaga ham kutinglar. Yana bitta chiroyli zakazimizni ko'rsatib o'tamiz. Narx-navolar haqida ham video chiqaramiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.